Bugungi videoda o'zimni loyihamda eng katta obzorini qilib beraman. Hammaga salom, sizlar bilan Ashraf. Videolarimda o'zimni loyiham haqida qisqa aytganim uchun ko'p kishilar tushunishmay qolishdi. Bu videoda batafsil ma'lumot berib boraman. Qanday loyiha, nima maqsadda ochilgan, bu loyihaga qo'shilib nima olasizlar, nima foyda ko'rasizlar, mana shular haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Meni loyihamni nomi CryptoMasters deb nomladim. CryptoMastersda nimalar bor? Eng aniq signallar, shaxsan meni savdoyimdan xabardor bo'lish, ushbu altcoin'ni sotib olyapman, sotyapman. Mening investitsiya qarorlarim, o'qish noldan professional darajagacha, men bilan aloqa, prochat, aqlli insonlar bilan suhbat, haqiqiy treyderlar bilan fikr almashish. Aniq signallar haqida batafsilroq ma'lumot. Qaysidir coinda katta potensial ko'rdimmi, analiz qilganimdan keyin o'zim sarmoya kiritaman va CryptoMastersda birinchi bo'lib xabar beraman. Mana shu coinga sarmoya kiritdim, mana shunaqa narxlarga kelishim mumkin, mana shuncha foyda qilish mumkin deb tashlayman. Va CryptoMastersdagilar men bilan birga sarmoya kiritishlari mumkin. Men sizlarga 100 ta сделкаdan 99 ta foydasini ko'rsatmayman. Hozir natijalarim bo'ladi. Batafsilroq ma'lumot berib boraman. Birinchisi signallar, ya'ni natija. Birinchi natijalardan ko'rishda boshlaymiz. Deshti ko'rishlaring mumkin, 90% foyda bilan yopganman. Birinchi maqsad, ikkinchi maqsad, uchinchi maqsadga ham kelgan. Avalanche 57% foyda kutganimdek bo'ldi. PancakeSwap 50% foyda. Buni oldinroq screenshot qilganman, shuning uchun ham grafikda yarimi ko'rsatilmagan, chunki yoqda yana o'sish potensiali bor edi. Undan keyin DDX 25%, bu hali boshlansa, endi o'sish boshlangan. Bu yoqda mana tahlili tashlangan. Chiziqni buzib o'tgandan keyin o'sish boshlanadi deb aytganman. Undan keyin Aptos 30%, Koti 20%, Zen 10%, yana Koti 20%, Tia 15% va bu yoqda mana bu adashmasam deshta tahlili. Mana tahlil tashlangan, 3 ta foyda olish maqsadi ko'rsatilgan va uchalashiga ham kelgan. Va biz juda ham yaxshi foyda qilgandik. Mana tahlil 100% ishladi. Birinchi maqsad, ikkinchi maqsad, uchinchi maqsad. Umumiy foydamiz 140% bo'ldi. Zendan birinchi maqsadga kelgan vaqtda 150% foyda bo'ldi. Litecoin'dan 25%, Ethereum'dan 10% tahlil bo'yicha ketyapti. Va bu yoqda o'sha CryptoMastersga qo'shilganlardan natijasi ko'rishlaring mumkin, 149% foyda. Buni o'zlaring o'qishlaring mumkin. Har bittasini podrobniy o'qib o'tirmayman. Va bu ham CryptoMastersga qo'shilgandan screenshot. Bu prochatga tashlanyapti. Mana kirgan nuqtasi, hozir narx qayerdaligi, kirgan nuqtasi, narx qayerda. Pastroqda mana o'zim sotib olgan nuqtamni ko'rsatganman va sotgan nuqtamni ko'rsatganman. Undan keyin Zen mana tahlili, mana shu nuqtada biz kirgandik. Kuchli qo'llab-quvvatlashdan va qaytda 150% o'sdi. Bu CryptoMastersga qo'shilgan insonning natijasi. Bu yoqda sotib olib, bu yoqda sotgan. Tia 30%, yana 40%, Ethereum yana 15%, Litecoin 30%, yana 40%, Zen yana 180%. Mana bu yoqda Tao'ni tahlilini ko'rishlaring mumkin. Chiziqni buzgandan keyin tepaga yo'l ochiladi deb liniyani buzdi va birinchi, ikkinchi, salkam uchinchi maqsadga ham keldi. Zcash 200% birinchi va ikkinchi maqsadga kelgan. Mina tahlil bo'yicha borgan, tahlil berilgan. Bu Tao ko'rishlaring mumkin. Trigonlik bo'lgan va trigonlikdan tepaga chiqqan, potensial 100% ishlagan. Mana 3-maqsaddan ham o'tgan. Mana yoqda ikkinchi maqsadgacha kelgandi. Mana keyin 3-maqsadga ham keldi. Zcash 10 soatda 80%. Revanch 65%, potensiali 180. Zcash mana ikkita maqsadga keldi. 200% foyda bo'ldi.
FET 140%, yaxshi boshlanish berdi. O'sha kuchli qo'llab-quvvatlashdan kirdim va o'sha kuchli qo'llab-quvvatlashdan o'sish bo'ldi. Kuzami 50%, qarshilikda osonlik bilan buzdi. Bu yerda qarshilik bor va qarshilikdan korreksiya berib, dalshi o'sishini kutgandim. Korreksiya bermasdan buzib o'tdi. Niar 50%, Filecoin 80%, mana tahlillar berilgan. Shu kuchli qo'llab-quvvatlashdan kirganmiz. Undan keyin Ethereumni sotib olganimni ko'rsatganman va maqsadim nechiligini ko'rsatganman. Mana 1385, 1400 dan Ethereumga sarmoya kiritganman. Undan keyin 98 foydadaman. ICP dan 101% foyda qilganman Prochatdan. Undan keyin yana natija, foydani realizatsiya qildim deb foydani olishni unutmaslikni har doim o'rgatib kelaman ochiq videolarimda. Keyin mana bunaqa qilib tashlanadi sarmoya kiritgan coinlarim ro'yxati, ya'ni birjadan skrinshot qilaman qaysi coinlarga sarmoya kiritganimda va bu yerda sarmoya degan hashtag bor. Shuni ustiga bosib, endi qo'shilgan inson hamma kiritgan sarmoyalarimni ko'rishi mumkin. Xo'sh, o'qib beraman. Sarmoya kiritgan coinlarim ro'yxati. Hozirda juda ko'p treyderlar va investorlar zararda. Men o'rta narximni tushirishda davom etyapman. Narx tushishlari men uchun imkoniyat deb bilaman. Narxlar tushayotganda hozirda bo'lsa, o'sha narxlar o'syapti. O'ylaymanki, bu yerda yetarlicha natija yana ham ko'paytirish mumkin edi. Men shaqqa kelib to'xtatdim, chunki bu yerda to'ldirgandan foyda yo'q. Men sizlarga hammasini Telegram kanalda ko'rsatyapman. Kim bo'lmasa video ostida link bor, Telegram kanalimga qo'shilsin. Birinchisi bu signallar. Ikkinchisi bu bilim, ya'ni o'qish. Sarmoya bozordan ko'p foyda olish uchun buni bilishingiz kerak. Uzoq va qisqa muddatga to'g'ri sarmoya kiritish. 9 minutlik videoda qisqa muddatda qanday sarmoya kiritiladi, uzoq muddatda qanday sarmoya kiritilish sirlarini ochib tushuntirib berganman. O'zim qanday sotib olaman, qanday sotaman, qanday qilsa ko'proq foyda olish mumkin, qanday qilsa zarar ko'payib ketadi. Mana shular haqida 9 minutda ichida tushuntirib berganman. Undan keyin Ethereum Classic'da tahlili. Ethereum Classic'da kelajakda qanaqa narxlardan ko'rayotganim, qaysi narxlarga kelishi mumkinligi, nima uchun keladi va qanday tahlil qilyapman, mana shu haqida video qilib videoni o'qish bo'limiga tashlaganman. Xo'sh, undan keyin bozordagi 4 ta muhim bosqich. Bu bosqichlarni har bitta treyder bilishi kerak deb birinchi video. Ikkinchisi, endi hech qachon pul yo'qotmaysiz. Ushbu videoda siz pul yo'qotmay sarmoya kiritishning asosiy tamoyillari bilan tanishasiz. Risklarni qanday baholash, diversifikatsiya qilish va to'g'ri investitsiya portfelini tuzish bo'yicha foydali maslahatlar olasiz. Va bu videoda eng muhim ma'lumotlarni berganman. Eng muhimi. Mana shularni bilsa, bozorda natija bo'ladi. Playlist qilganman YouTube'da. Faqat CryptoMasters'lar qo'shilganlarda dostupi bo'ladi. Va kirib ko'rishi mumkin. Undan keyin altcoin tanlash. Eng muhim ko'rsatkichlar. Juda ham muhim. Kriptovalyuta bozorida altcoinlarni tanlash murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Ammo to'g'ri bilim va ko'rsatkichlarga e'tibor berib, siz xavfni kamaytirishingiz, daromadni ko'paytirishingiz va daromadli investitsiya amalga oshirishingiz mumkin. Bu videoda men sizga altcoin tanlashga e'tibor berishingiz kerak bo'lgan juda muhim ko'rsatkichlarni batafsil tushuntiraman. Xatolarga yo'l qo'ymaslik va aqlli sarmoyador bo'lish uchun hozirgi videoni ko'ring. Bu videoda to'liq tushuntirganman. Qaysi ko'rsatkichlarga qarayman, qanday qilib oldindan katta o'sishlarni bilish kerak, qanday qilib ishonchli loyihalarga sarmoya kiritish kerak, qanday qilib u loyiha kelajakda yashaydimi yo'qmi bilishni sirlarini ochib berganman. O'sha qarash kerak bo'lgan muhim ko'rsatkichlarni yoritib berganman. Bu bilimda mana shunday professional darajada o'rganib olasizlar. Video darsliklar bor, o'qish uchun materiallar ham bor. Uni ko'rsatmadim. Yoqda hammasi yozma ko'rinishida qilingan ipidan ignasigacha yozilgan. Har bitta mavzuda fayli bor. 3-kanal bo'lsa qisqa ma'lumot beraman, suhbat o'sha qo'shilgan insonlar bilan
suhbatlashasizlar. Qaysidir inson qaysidir coinga sarmoya kiritsa, mana kiritdim deb tashlaydi, natijasini tashlaydi, bozor holati haqida gaplashamiz. Har xil coinlarni kelajagini ko'rib chiqib, o'sha coinlar haqida fikr almashamiz. Realniy bozorda ishlaydigan insonlar. Men bepul chatim bor. Unda bo'lsa, bozorda hali ish boshlamay, hali birja nimaligini bilmay turib, aqllilik qilayotgan insonlar bor. Shuning uchun ham bu yerda pro-chat qo'shganman. O'sha qo'shilganlar bilan suhbatlashamiz. Mana shu 3 ta kanalga qo'shaman. Va mana shunaqa natija. O'ylaymanki, natijalar juda ham zo'r. Biz qaysi bo'limida ishlaymiz? Men futuresda savdo qilmayman. Futuresga kirsa ham bo'ladi bu signallar bilan, lekin men futuresda savdo qilmayman. Bizda faqat spot. Shuning uchun ham bizda yo'qotish yo'q. Korreksiya vaqtinchalik bo'lishi mumkin, lekin kuchli loyihalar, bozor tiklanyapti va biz foydaga kiryapmiz. Bironta unaqa zarar bilan yopganim yo'q. Men yopganim yo'q, ular ham aniq ayta olaman, yopmagan. Pulli hech qanday narsa yo'q. CryptoMasters'ga qo'shilish pullik. Saytga o'tib sizlarga qo'shilish saytini ko'rsataman. Pulli narsa yo'q. Menga shunaqa savol tushdi. Qo'shilgandan keyin yana pulli narsa bormi deb. Yo'q. Pulli hech qanday narsa yo'q. Mana shu hamma ma'lumotlar hammasi bir marta to'lov qilinganda beriladi. Endi bo'lsa saytga o'tishlaring kerak. Xohlagan meni bitta videomga kirasizlar, hammasini tagida CryptoMasters degan yozuv bor yoki jamoamga qo'shiling degan. Ustiga bossalaring qo'shilish saytiga olib o'tadi. Saytning ko'rinishi mana shunaqa. Bu yerda narxlari yozilgan. Birinchi ochilgan vaqt qo'shilish narxi $299 edi. Hozirda $499, kelajakda $999 bo'ladi. Ko'p kishilarda faqat signal yoki o'qish yoki kurs, menda uchalasi ham bitta joyda. Ya'ni kriptoda ishlayman degan inson uchun hammasi bitta joyda. Suhbatlashish imkoniyati bo'ladi, mendan maslahat olish imkoniyati bo'ladi. Men o'zim o'sha loyihalar tashkil loyihalarni ko'rib berib, fikrimni aytib, tahlillarni berib turaman. Keyin portfel ham tuzib berganman bir necha marta, hammasi foydaga kirgan. Keyin o'sha portfeldagi coinlarni ham ko'rib chiqaman. Agar ichida kuchsizlari bo'lsa, sotishni maslahat beraman. Kuchlilari bo'lsa, dalshi saqlashini. CryptoMasters loyihasi mana shunaqa loyiha. O'ylaymanki, bu videodan to'liq ma'lumot oldilaring. Endi hech kimda hech qanaqa ortiqcha savol qolmaydi. CryptoMasters'ga qo'shilsalaring, ichkariga kirsalaring yana ham qiziqroq. Hozir bu yerda hammasini screenshot bilan ko'rsatyapman. Sizlar ichida bo'lsalaring juda ham qiziq. Umuman zerikmaysizlar, natijalari yaxshi bo'ladi, bilimlaring oshirib boradi. Shuning uchun kim qo'shilmoqchi bo'lsa, kim men jamoamda bo'lishini xohlasa, qo'shilsin. Bu yerda biz jamoa bo'lib ishlaymiz. Rozigrish qilaman deb va'da bergandim. Mana bu videoda rozigrish haqida bilishlaring mumkin. Bitta inson $500 yutish imkoniyatiga ega. Ya'ni g'olib bo'lgan insonni CryptoMasters'ga tekinga qo'shaman. Rozigrishga qatnashish shartlari juda ham oddiy. Obuna bo'lish, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish, like bosish va izoh yozish. Bo'ldi. Qanday qilib g'olibni aniqlaymiz? Izohlardan aniqlaymiz. Shunaqa randomli aniqlab beradigan sayt bor. Iloji bo'lsa jonli efirga qilishga harakat qilaman. Eng ko'p izoh yozgan, eng ko'p aktiv bo'lgan insonni o'sha sayt o'zi tanlab beradi. Men o'zim tanlamayman. Shunchaki videoga link qoldiraman. U sayt randomli bitta insonni tanlab beradi va u inson bilan bog'lanib CryptoMasters'ga qo'shaman. U inson siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ham kanalga aktiv bo'ling. Aktiv bo'lishning muddati 15 kun. Video kanalga chiqqanidan keyin start boshlanadi. 15 yoki 16 kuni saytga o'tib g'olibni aniqlayman. 15 kun aktiv bo'lishlaring kerak. Har bitta inson yutish imkoniyatiga ega.